Annyeonghaseyo, yorobun. Bugundan boshlab siz bilan koreys tilini birinchi darsingiz boshlanadi. Xo'p, bugun siz bilan koreys tili nimalarni o'rganamiz. Ya'ni birinchi darsingiz aynan sejong va koreys tilini yaratilish tarixi, alifbolardagi umuman olganda ulli va undoshlar haqida batafsil bilib olishingiz mumkin. 시작해도 될까요? darsni boshlaymiz bunda. Xo'p, bizga nimalar kerak bo'ladi? Agar oldingizga daftar, ruchkalar bo'lsa yoki flomasterlaringiz bo'lsa, yana ham dars qiziqarli bo'lgan bo'lardi. Demak, boshladik. Umuman olganda koreys harflari qanday yaratilgan? Keling bularni birga ko'rib chiqamiz. Harflar oldin aynan sejong tomonidan yaratilgan. Sejong bilasizmi kimligini? Ya'ni sejong qirol hisoblanadi. Ya'ni Choson davrida 1443-yil va 1446-yillarda Choson davrida sejong qirol o'zini xalqi uchun hierogliflardan hanglni yaratgan. Ya'ni oldin oddiy xalq koreys tilini o'rganayotgan paytida umuman oddiy xalqda nima bo'lgan? O'rganish uchun bilimi bo'lmagan yoki daromadi bo'lmagan. Mana shuni hisobiga e'lonlarni ko'rganda, taxtalarda qiyin-qiyin hierogliflarni ko'rganda o'qib gapirib berish olmagan. Ya'ni suhbat bo'lgan, lekin ko'rgan narsasini gapirib bera olmagan. Mana shu holatdan kelib chiqqan holatda sejong qirol o'zini yangi hanglni yaratgan. Hanglni tarixini bilib oldingiz, endi qanday yaratilgan? Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Shunchaki yaratilgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ya'ni oldin Choson davrida yaratilayotgan paytida aynan ularning qarashlari boshqacha bo'lgan. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, dumaloq osmonni bildirgan. Tasavvur qiling, dumaloq bu osmon. Yotgan chiziq bu yer. Tik turgan chiziq bu odam. Bularni birlashtiradigan bo'lsangiz, osmon va odam va tagida yer. Mana shularni birlashishi bilan ularda ullilar hosil bo'lgan. Ya'ni ullilar asosan mana shu 3 ta narsalardan hosil bo'lar ekan. Xo'p, undoshlar o'zi nimalardan hosil bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, tovushdan. Ya'ni siz talaffuz qilayotgan paytingizda mana bu yerda bo'g'inda yoki tildan yoki tishdan labga qarab turib, ya'ni qanday hosil bo'layotganiga qarab turib undosh harflaringiz hosil bo'lishi mumkin. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, mana bu yerdagi mamlaqa to'rtburchak harf bu tilni tagida qolib ketganligi uchun, ya'ni mana bunaqa tomon bo'g'in tomondan chiqayotganligi uchun mana shunga o'xshatilgan. Misol uchun mana bu harfni qaraydigan bo'lsangiz, tilni tagida turibdi. Demak, bu tilni tagiga qarab turib hosil bo'lgan ekan. Keyingi harfingizga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu harfingizda aynan to'rtburchak, ya'ni nima? Labga o'xshatilgan. Ya'ni labga o'xshatilganligi uchun mana shu harf hosil bo'lgan ekan. Ya'ni undoshlar demak qayerdan? Insonning ya'ni bo'g'zidan, nutqidan hosil bo'lgan ekan. Xo'p, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, umumiy olganda koreyslarda 40 ta harf bor ekan. Xo'p, mana shu 40 ta harflarni biz ajratib olamiz ulli va undoshlarga. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda ullilarni o'zi 10 ta. Ya'ni 10 ta asosiy ullilar bor. Nimaga unaqa asosiy deyilishi mumkin? Ya'ni koreys tilida eng ko'p ishlatiladigan asosiy ullilar bor ekan. Xo'p, keyingisi diftonlar. Diftonlar bular 11 ta. Ya'ni difton degani o'zi bular ham ulli harf degani. Bularni keyingi darslarda tushuntirib beraman batafsil. Bularning o'zi 11 ta ekan. Undoshlaringiz esa 19 ta undosh harflar bor ekan. Xo'p, 19 ta undosh harflar bo'ldi. Mana shuni o'zimi? Yo'q, buning ichiga ham yana 3 ta guruhlarga bo'linadi. Bularni ham sekin-sekin dars davomida bilib olishingiz mumkin. Xo'sh, bularni o'zingizning daftaringizga yozib boring. Misol uchun keyinchalik agar siz ham koreys tilini dars beradigan bo'lsangiz, bunaqa ma'lumotlarni puxta bilishingiz kerak bo'ladi. Keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, endi biz nimalardan boshlaymiz? Avvalambor ulli harflardan boshlashimiz kerak. Ulli harflar bilasiz, endi ona tilida tushuntiradigan bo'lsak, ulli harflar, ya'ni talaffuz qilayotgan paytingizda hech qanaqa havoda, ya'ni hech qanaqa urilishlarsiz, to'siqlarsiz chiqish kerak bo'ladi. Misol uchun a degan paytingizda tishingiz ham, labingiz ham hech qanaqa joyi tegmaydi, to'g'ri? Mana shu ulli harf hisoblanadi. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ulli harfingiz birinchi harfiga e'tibor bering. Yozilayotganda dumaloq yozilyapti-da, keyin yoniga a. Ya'ni e'tibor bering. Sizga zo'r narsa o'rgatmoqchiman. Ya'ni ulli harflarda asosan qanday eslab qolish mumkin? Tasavvur qiling, bu sizsiz. Mana bu yer o'ng tomonga qarab turganligi uchun chizig'ingiz o'ng tomonga qarab turgani uchun bu o'ng qo'lingiz deb hisoblang. Ya'ni a ni o'ng qo'lingizni o'ng tomoningizga qarab turib ko'taring. A. Qaytaramiz. A. Eslab qoldingiz-a? Mana bu dumaloq albatta ullilarning oldidan kelishi kerak. Esingizdan chiqarmang. Bularni yozamiz, daftaringizga yozib keting. A. Keyingisi
Yonidagi harfga e'tibor beradigan bo'lsangiz, yonidagi harfda ya hosil bo'lyapti. Bularni qanday qilib ajratish mumkin? Misol uchun eslab qolishni bitta zo'r yo'lini aytaman sizga sirini. Ko'ryapsizmi? Mana bu yerda ikkita nimasi turibdi? Tayoqchasi turibdi. Demak, har ikkita tayoqcha ortishiga nimalar hosil bo'lar ekan? Y tovushlari hosil bo'lar ekan. Demak, bitta bo'ladigan bo'lsa, qo'l. Demak, a. Demak, ikkita qo'l bo'ladigan bo'lsa, ya. Qaytaramiz. Ya. Osona. Xo'p, bular unli harflar, ya'ni a va ya tovushlaringiz bo'ladi. Ta. Nima qadruk halkayo. Demak, keyingisiga o'tamiz. Keyingi unli harfingiz sizda, demak, chap tomonga qaratilgan, e'tibor beramiz. Ya'ni xatti-harakatlarni eslab qoling. Demak, dumaloq yozilyapti va chap tomonga qaratilgan qandaydir harf. Demak, buni tovushi o talaffuz qilamiz. O. O. Men chap qo'limni tutyapman. Demak, chap qo'lim chap tomonga qaragan. Demak, bu harf qaysi ekan? To'g'ri. O. O. Yaxshi, молодец. Keyingisi, e'tibor bering, boyagi narsa yana takrorlanyapti. Sizga boya nima degandim? Dumaloq yozilyapti va yana ikkita nimasi bor, tayoqchasi bor. Har ikkita tayoqcha ortishiga nimalar hosil bo'lar ekan? To'g'ri, y tovushlari. Ya'ni bitta tovush bo'lganda, ya'ni bitta chiziq bo'lganda o, ikkita tovush bo'lganda, ya'ni ikkita chizig'i bo'lganda esa yo hosil bo'lar ekan. Iloji boricha buni turib bajarishni tavsiya qilaman. O'tirgan holatda qo'l cho'zilmaydi. Turganingizda qo'l yaxshiroq cho'ziladi ikki tomonga. Xo'p, bitta narsa bor, mana shu tovushni juda ko'pchilik o deb talaffuz qiladi. Aslida bu o emas. Xuddi siz Oyisha degandagi o harfi. O. Tushunarli-a? Yaxshi. Keyingi unli harflarga o'tsak bo'lsa kerak, menimcha siz tayyorsiz. Bularni albatta daftaringizga yozib boring. Daftarga yozayotgan paytda sizga maslahat bermoqchiman. Albatta bularni bittadan emas, bir qator alifbo o'rgangansiz-ku, to'g'rimi? O'zbek alifbosini yozayotgan paytingizda nimalar bo'lgan? Bitta qatorga bir nechta yozgansiz. Ko'p, 10 talab yozgansiz. Mana shunaqa qilib, ya'ni harflarni yodlashingiz kerak bo'ladi. Albatta bitta yozgandan hech qanday foydasi yo'q. Yozyapsiz-a? Tekshiraman. Xo'p, demak, keyingisi e'tibor beramiz. Keyingi unli harfingiz o harfi ekan. O boya o bo'lgan bo'lsa, bu o harfi ekan. Qanday farqlash mumkin? Qanday? Albatta, tepaga qaratilgan, ya'ni qo'limizni tepaga ko'taramiz. O. Demak, tepaga qaratilgan chiziq o harfi hisoblanar ekan. O, O'zbekiston. O. Yaxshi. Keyingisi, e'tibor bering. Boyagi narsa bo'lyapti. Yana boya sizga nima degandim? Ha, to'ppa-to'g'ri. Ikkita chiziq bo'lyapti. Har ikkita chiziq ortganga nima dedim boya? Ha, y tovushi ortadi nima? Ya'ni yo. Qo'lingizni ko'taring. Yo. Barakalla. Yo. Talaffuz qilamiz. Yo. Yaxshi. Keyingi tovushga o'tadigan bo'lsak, keyingi tovushingiz albatta u harfi ekan. E'tibor bering, dumaloq qo'yilyapti. Dumaloqlarni tashlab ketish umuman mumkin emas. Nimaligini hozir sizga tushuntiraman. Xo'p, demak, u harfingiz u talaffuz qilinadi. U. Tushunarli-a? U pastga qaragan. Tayoqchalarni eslab qoling. Ko'ryapsiz, ba'zilarida o'ng tomon, ba'zilarida chap tomonga qaratilgan, kimdirga tepaga, pastga. Demak, pastga, endi qo'limizni pastga tutadigan bo'lsak, pastga tomonga qaragani, bu demak u hosil bo'lar ekan tovushingizdan. Yana xuddi shunaqa ikkita nima bor? Chiziqchasi bor. Nima bo'ladi? U bo'ladi. To'g'ri. U talaffuz qilishimiz kerak ekan. Nimaga? Ikkita cho'pi bor, e'tibor bering, ikkita chiziqchasi bor ekan. Ha, to'g'ri. U qaytaring. U. Yaxshi. Keyingi harflarga o'tadigan bo'lsak, keyingi harfimiz bizda ajoyib. Bularni nima desam ekan? O'zbek tilida bunaqa tovush yo'q. Umuman yo'q bunaqa tovush. E'tibor beradigan bo'lsangiz, boya nima dedik? Tarixi gapirayotgan paytimda Sejong qanday yaratgan ekan? Ha, ya'ni bu esizdami? Yerida, yer. Mana shu chiziq xuddi og'izga o'xshaydi. Tasavvur qiling, bu sizning og'zingiz. Og'zingiz ikki tomonga mana shu tayoqchaga o'xshab cho'zilishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu rus tilida bor. O'zbek tilida bu tovush yo'q bo'lganligi uchun biroz ko'pchilik shuni talaffuz qilishga biroz qiynaladi. Xo'p, demak, tushunarli-a? Asosan tishlar tegish kerak bo'ladi, og'iz ochilmasdan, ya'ni
aytaramiz. I. Barakalla. Keyingi tovushingiz e'tibor beradigan bo'lsak, bu nima? Tik turibdi. Boya nima dedik? Bu tik turgan chiziqni odam dedik. To'g'ri, odam. E'tibor beradigan bo'lsa, tik turganligi uchun mana qo'lim tik turibdi. Demak, bu chiziq i. Tovushlarni farqlab oling. Yotgan, xuddi og'izga o'xshab ikki tomonga cho'zilayotganligi uchun i. Tik turibdi. Og'iz ham nima bo'ladi? Shunga yarasha kattaroq ochiladi, ya'ni i. Barakalla. Farqlab oldingiz-a? Yaxshi. Endi boyagi narsani tushuntirmoqchiman. Mana bu yerdagi hammani qiynayotgan bo'lsa kerak. Mana bu dumaloq o'zi nima bu? Nima kerak? O'zi yozmasa ham bo'laveradimi? Mana shunaqa deb o'ylardim. Yozmasa bo'lmasmikan? Yo'q, yozish shart. Demak, qanday holatlarda o'zi yoziladi bu tovushlar misol uchun, ha? Demak, mana bu ko'rib turgan o'sha dumalog'ingiz o'zi nimaga kerak, nimaga kelyapti bu tovushlar? Har doim eslab qolamiz, ularni oldidan kelishi shart bo'lgan. Mana bu dumaloq. Hech qanday ma'nosi yo'q, hech qanday mazmun yo'q, tarjimalarni qidirib o'tirishning ham foydasi yo'q, tarjimasi ham yo'q. Lekin har doim ularni oldidan kelishi kerak degan qoida bor. Misol uchun, umida u harf bilan boshlanyapti, to'g'rimi? Demak, bu holat nima ekan? Mana bu dumaloq albatta kelishi kerak ekan, chunki ulli bilan boshlanyapti boshi. Xo'p, va keyingi yana asosiy qoida bor. Buni sizga aytib o'tmoqchiman. Asosan ikkita ulilar, misol uchun a va u, misol uchun, o'zbek tilida misol uchun a va u harflaringiz bir-biriga qo'shilib ketib qolmasligi uchun, ya'ni boshqa ma'no chiqarmasligi uchun ham mana shu dumaloqlar qo'yiladi. Ya'ni bir-biriga qo'shilib ketib qolsa, nima bo'ladi? Umuman boshqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Demak, bularni birlashtirganingizda boshqa, demak, ajratganingizda boshqa ma'no bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham dumaloqlar albatta ikkita ulilarni ajratish uchun kerak bo'lar ekan. Tushunib oldingiz-a? Ikkita holatda. Birinchisi, ulilarni oldidan kelish kerak. Ikkinchisi, ikkita ulilarni qo'shilmasligi uchun. Ya'ni, misol uchun aytadigan bo'lsam, mana boya misol uchun i ni yozayotgan paytingizda oldida turgandi. Nimaga? Chunki mana shu harf bilan boshlanishi mumkin harfingiz. Yoki bo'lmasa, men o'zbek tilida au dedim boya. A va u. Siz aytgan bo'lsangiz, mana bu yerda dumaloqlar qo'yilyapti. Nimaga? Bularni qo'shib yuborsam, umuman boshqa ma'no bo'lib ketadi hozir. Yaxshi, tushunarli-a? Xo'p, bularni yozib boring, konspekt qiling albatta. Konspekt qilganingizda ko'proq esingizda qoladi, yana ham ko'proq tushunasiz. Videoni ko'rishdan foydasi yo'q. Videoni ko'rib nima qilish kerak? Daftarga ko'chirib ketish kerak yozilayotgan narsalarni. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, keyingisi. Tik va yotiq ulilarni qanday farqlaymiz? Bilasizmi, hozir ulilarni yodlab yurdim. O'rgandik hozir. A, u qilib o'rgandik. Mana shularingizni biz o'zimiz uchun nima qilishimiz kerak? Tushunib olishimiz kerak. Tik va yotiq uli. Xo'p, menimcha bu o'zi ma'nosi ham tushunarli. Tik, yotiq. Tik bu tik turganligi uchun, mana siz ham tikka tursangiz, tiksiz. Agar yotiq bo'lsangiz nima bo'ladi? Yotiq bo'lasiz. Xo'p, yaxshi. Bularni men sizga o'zi tushuntirib beraman. Qanday holatlarda mana shu dumaloqni qanday to'g'ri joylashtirish mumkin. Xo'p, sirni ochadigan bo'lsam, misol uchun, tik ulilar asosan tik turganligi uchun tik, yotiqlar yotiq bo'lganligi uchun. Xo'p, tik ulilaringizga qaysi harflar kirar ekan? Ha, to'g'ri. A harf kiradi, ya harf kiradi, o harf kiradi, yo va i. Nimaga? Mana shu harflaringiz tik, hammasi tik. To'g'ri. Bulargacha yotiqqacha yotiqlaringiz, i. Xo'p, keyingisi qaysi harf edi bu? To'g'ri, u. Keyingisi ikkita chizig'i bor, pastga. Yu, to'g'ri. Va tepaga qaragan chizig'i, shapkasi bor, o. Keyingisi yo. Mana shular qaysi? Hammasi yotiqlar. Chunki nimaga? Bunaqasiga chizilgan, to'g'rimi? Chizig'laringiz yotiq hammasi. Demak, men sizga tushuntiradigan bo'lsam, tik bo'lganligi uchun, ya'ni dumaloq ham uni qayerga? Chap tomoniga, ya'ni oldiga qo'yilar ekan. Tiklarni har doim oldiga qo'yiladi dumalog'i. Yotiqlarni har doim qayerga turibdi? Ustiga. Yotiq bo'lganligi uchun chiziqlaringiz ustiga tushadi hammasini. Tushunyapsiz-a? Xo'p, yaxshi. Bularni o'zingiz uchun yozib oling. Nimaga bular kerakligini keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Tushunarli-a? Tik va yotiq ulilar 5 taga bo'linar ekan. Yaxshi. Ulilarni o'zingizga hammasini yozib oling. Bular bo'yicha dars tugagandan keyin tez ishlaysiz. Yaxshi.
Undashlarga o'tadigan bo'lsak, keyingisi undashlar bizda K harfingizdan boshlanyapti. Demak, qarang. Undashlar umuman qiyin emas. Mana ko'pchilik undash qiyin deb o'ylaydi, lekin umuman qiyin emas. Eng yaxshi uslub nima qilish kerak? Xuddi mana qog'ozda yozasiz-ku, darsda o'tirgan paytingizda, zerikkan paytingizda chernovikka chizib o'tirasiz, nimadirlarni. Xuddi shunaqa misolida ko'rish kerak. Ya'ni koreys tilli harflar mana shunaqa rostdan ham. E'tibor bering, men chizadigan bo'lsam, mana bu K harfingizni juda ham oddiy chizilyapti. Juda ham oddiy. Demak, mana shu harfingiz so'zni boshida kelganda qaysi ekan? K. So'zni boshida ko'rib qolsangiz, K deb aytishingiz kerak ekan. Agar so'zning oxirida ko'radigan bo'lsak, bu tovushni unda ham K deyishimiz kerak ekan. So'zni boshida va oxirida K ekan. Lekin ularning orasida kelganda nima ekan? G deb talaffuz qilinar ekan. Qaytaramiz. K G. K G. Eslab qoldingiz-a? K G. Bularga yaxshiroq misollar ko'rishim uchun, ya'ni siz yaxshiroq tushunishingiz uchun men misollar ko'rsatganman. Hammasini e'tibor bilan qarang. Demak, so'zni boshida kelyapti. Bu holatda nima deymiz? To'g'ri. K. Qaytaring. K. K. Yaxshi. Keyingisi e'tibor bering, mana bu yerda A, I ikkita nimalar bo'lyapti? Ulilar kelyapti. Ikkita ulilarning orasida kesilma dedik boya? To'g'ri. G deb talaffuz qilamiz. Ya'ni o'qilayotganda A, G talaffuz qilinar ekan. Qaytaramiz. A, G. A, G. Yaxshi. Barakalla. Keyingi tovushga o'tadigan bo'lsak, keyingi tovushingiz e'tibor berasiz, K harfi bilan boshlanyapti. K yonida A turibdi, pastda K turibdi. Demak, bu yerda pastchimda, ya'ni pastda ham buni nima deymiz? K deb atashimiz kerak ekan, ya'ni kak. Qaytaring. Kak. Kak. Oson-a? Bularni o'zingiz uchun yozib olasiz. Albatta bularni bitta, 3 marta emas, 1 marta yoki 3 marta emas, bularni ko'proq yozishingiz kerak. Misol uchun 15 martalab, kerak bo'lsa 20 martalab esingizda qolmaguncha ko'proq qo'lingiz bilan yozing, iloji boricha. O'shanda shunchalik foydali bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Keyingi tovushga, ya'ni keyingi undosh harfingizga o'tadigan bo'lsak, keyingi undosh harfingiz ajoyib yozilar ekan, a? Yozib ko'ramiz ham birinchi. Xo'p, mana bunaqa yozilar ekan, bunday yozilar ekan. Bu tovushingiz N talaffuz qilinadi. Qaytaramiz. N. N. Bu farqi yo'q ekan. So'zi boshida kelar ekanmi, oxirida kelar ekanmi, o'rtasida kelar ekanmi, umuman farqi yo'q ekan bu harfga. Ya'ni har qanaqa joyda ko'rganimizda bu tovushni nima derkanmiz? Ha. N deyishimiz kerak ekan. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, so'zni boshida kelyapti. E'tibor bering. Boshida. Demak, bu holatida N, A, na. Na. Qaytaring. Na. Yaxshi. Keyingi tovushingiz I va na. I, na. I, na. Bu yerda ham ulilarning orasida kelyapti, ko'ryapsiz-a? I va A uli harflar kelyapti. Lekin baribir nima qilyapmiz tovushini? N deb talaffuz qilyapmiz. I, na. Keyingisi, e'tibor bering. Bu yerda so'zni oxirida kelyapti tovush. A va N pastda. Mana shu holatda nima deyapsiz? An. An. An deyapsiz. Ya'ni bu umuman o'zgarishsiz ekan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi slaydga o'tamiz unda. Juda ham oson, a? N tovush. Xo'p. Keyingi tovushga o'tadigan bo'lsa, keyingisi nima ekan? U. Keyingi tovushni eslab qoling. Boya siz mana buni N deb o'rgangandingiz, a? N. E'tibor bering. Bitta tayoqchasimni chizib qo'ysam, bu boshqa harf bo'lib qolar ekan. Qaysi harf? Ha, so'zni boshida kelganda bu tovushni T deyishingiz kerak ekan. Oxirida ko'rib qolgan paytingizda unda ham T deyishingiz kerak ekan. So'zni boshida va oxirida ko'rgan holatlarimizda T deb talaffuz qilishimiz kerak ekan. T. Keyingi tovushingiz, ya'ni ikkinchi tovushi ham bor ekan, ikkinchi nomi ham bor ekan bu harfni. Demak, bu D. Qaytaramiz. D. D ulilarning orasida. Boya ham K da ham shunaqa edi. Ulilarning orasiga kelganda G. Bu ham ikkinchi nomi bor ekan, D. Ikkita ulilarning orasiga kelganda D. Misol uchun ko'rsatadigan bo'lsam, birinchi kelyapti. Nima dedik? T. To'g'ri. Yoniga uli chizamiz. A. T. A. Birga o'qing. Ta. Ta. Yaxshi. Keyingisi ulilar bilan kelyapti. Boshi nima? I harfi dedingiz-a boya? I. To'g'ri. Oldida nima harf kelyapti? To'g'ri. Oldida
T emas, D deb o'qishimiz kerak edik-ku. Ikkita ulilarning orasida D deb o'qiymiz edik. Ida, ita emas, ida. Ikkita ulilar kelyapti. I va A. Bular ulilar. Esdan chiqarmang. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingi harfingiz uli harf bilan boshlanyapti. Ya'ni nima bu? A. A va pastga tushyapti tovush. Qanday o'qiladi? To'g'ri. T deb talaffuz qilishingiz kerak, ya'ni at. At. Yaxshi. Bular ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta bularni yozib oling. Bularni ko'rishdan foyda yo'q. Ruchkalarni olib, tezroq daftarimizga yozib ketamiz. Yaxshi. Keyingi tovushni e'tibor bering. Nimaga o'xshaydi? 5 mi? 5 teskarisiga o'xshar ekan, a? Xo'p, qarang, 5 teskarisiga o'xshar ekan. Yozilishi ham ajoyib, e'tibor beramiz. Ha, rostdan 5 ga o'xshar ekan. Demak, bu birinchi ko'rgan paytimizda bu nima deyishimiz kerak ekan? So'zni boshida R. Bilasizmi? Bu R va L ni orasida talaffuz qilish kerak. So'zni boshida ko'rganda R va L ni orasida qanaqa bo'lishi mumkin? L. Aha. Va ulilarni orasida ko'rib qolsak, mabodo bu nima deyishimiz kerak ekan? R, to'g'ri. R deyishimiz kerak ekan. Xo'p, agar so'zning oxirida keladigan bo'lsa-chi, buni L. Qaytaramiz. L talaffuz qilishimiz kerak. Yaxshi. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, bosh nima bo'lyapti? R bilan boshlanyapti. Ya'ni A bir kelsa la. Ya'ni ra emas, la emas. O'rtasida talaffuz qilasiz. La. Yaxshi. Ramyon ham mana shundan olingan. To'g'ri. Ramyon, ya'ni ramyon emas, lamyon emas, lamyon. Yaxshi. Keyingisi e'tibor beramiz. Mana bu tovushni taniyapsiz-a? Boya undosh qaysi edi? N, to'g'ri. Ikkinchi tovush nima? Uli, A. Na. Qo'shib ketamiz. Keyingi qarang, ikkita ulilarning orasida kelyapti. A va A. Nima deyishimiz kerak? L mi? R mi? To'g'ri. R deyishingiz kerak. Ya'ni ra. Qaytaring. Ra. To'g'ri. Ra. Keyingisi e'tibor beramiz. Boshi ulilar bilan boshlanyapti, demak, buni A. Pastga tushyapti bu tovushingiz. Armi? Ar. Yo'q. Armas. To'g'ri. Al. To'g'ri. Mana shunaqa talaffuz qilinishi kerak. Bularni o'zingizga yozib ketamiz. Bularga mashqlar ham hali ishlaysiz video tugagandan keyin. Keyingi tovushni qarang. To'rtburchak. To'rtburchak. Bu labga o'xshaydi. Lab ham deganda to'rtburchak qoladi, to'g'rimi? Ha, xuddi shunaqa. Demak, bu ham N ga o'xshab farqi yo'q ekan. So'zi boshida kelar ekanmi, oxirida kelar ekanmi, o'rtasida kelar ekanmi, buni umuman ahamiyati yo'q ekan. Tushunarli-a? So'zni boshida, oxirida, o'rtasida. Demak, bu holat nima deyishimiz kerak? To'g'ri. Demak, birinchisini o'qib ko'ramiz. M, A. Birga qo'shamiz. Ma. To'g'ri. Madina. Ismi ham shundan olingan, to'g'ri. Madina. Keyingi tovushingiz A bilan boshlanyapti. Ikkinchi tovush o'rtada kelyapti. Qaraymiz. Yo'q, o'zgarmaydi baribir. M va A. Ama. Aha. Keyingi tovush qarang, e'tibor beramiz. Pastga tushib qolganmi? Lekin bunda ham ta'sir qilmaydi. Baribir nima deymiz? M deymiz. Ya'ni M. Talaffuz qilinadi. Juda ham oson bo'lgan uchun o'tib ketaversak bo'ladi. Ha, bularni albatta yozib oling. O'tib ketaveramiz. Siz yozishingiz kerak baribir. Bular shunchaki yozilib qolib ketmasin. Bularni kun davomida o'zingizga yozishni so'rang. Xuddi sizchi buni aytayotgan paytingizda men koreysman deb talaffuz qiling-da. Tasavvur qiling, siz koreysiz. Nima deysiz? Misol uchun. M emas, M. A. Iloji boricha hech kim yo'q xonaga kirganingiz yaxshiroq. Chunki bularni talaffuz qilayotgan paytingizda biroz nima bo'ladi? Uyingizdagilar cho'tta koreys tilini bekor o'rganibdi deyishadi. Ha, nimaga? Chunki o'qiyotgan paytingizda tashqaridagi odamlarga g'alati eshitiladi bunaqa tovushlar. Albatta, baland ovozda nima qilish kerak? Talaffuz qiling. Og'izni katta ochib talaffuz qilishni o'rganing. Chunki og'izni yopib talaffuz qiladigan bo'lsak, shunaqaga o'rganib qolamiz. Albatta. Keyingi tovushga o'tadigan bo'lsak, keyingi tovush M ga o'xshab ketadi. M ni. Ha, M dan sal farqli joyi nima ekan?
ikkita tepaga chiqqan cho'pchasi bor ekan. Ha. Bu tovushingiz nima ekan? So'zni boshida ko'rganingizda p talaffuz qilinar ekan. Demak, so'zning oxiri degan narsa ham bor ekan bunda ham. So'zni oxirida ham, boshida ham nima ekan? P, to'g'ri. P deyiladi. Va ikkita unliklarning orasiga kelganda xuddi k va d larga o'xshab bu ham nima? B tovushi bor ekan. B. Bularni o'qib ko'radigan bo'lsak, birincisini o'qib ko'ringchi. Mana buni. To'g'ri. P, A. Pa. Yaxshi. Pa deyiladi. Keyingisi. Mana bu yerda n tovush eslayotgan bo'lsangiz, n tovush. O'rtada unli na. E'tibor bering. A mana bu yerda unli va yana bitta unli kelyapti. Ikkita unlilarning orasida qolib ketdi p harfi. Nima qilamiz endi buni? To'g'ri. B deymiz. Ya'ni B yonida i turibdi. I. Birga qo'shadigan bo'lsak, n a b i. Nabi. Xo'p, keyingisi. Keyingi tovushga o'tamiz. Demak, bu birinchi nima bilan boshlanyapti? Tepaga qaraymiz. Birinchi p bilan boshlanyapti. Yoniga unli turibdi. Qaysi tovush? Mana bu. A, to'g'ri. Pastda nima kelyapti? Pasida. Aha, pastda kelgan, ya'ni so'zning oxirida nima dedik? P dedik, to'g'ri. O'qilayotganda pap emas. Iloji boricha pastdagi harfga qattiq urg'u bermaymiz. Pap. Yaxshi, barakalla. Siz koreys bo'lib tug'ilishingiz kerak edi. Da, yaxshi talaffuz qilyapsiz. Xo'p, keyingi tovushga o'tadigan bo'lsak, keyingi tovushingiz bu nima? Xo'p. Nimaga o'xshaydi? Bunda chizilyapti-da, imdo shpakat ochayotgan odam. Ha, bu harfingiz boshida, so'zni boshida kelganda ch deyiladi. Unlilarni orasiga kelgan paytda nima deyotganmiz? Ikkita unlilarning orasiga kelganda j, to'g'ri. J deyishimiz kerak ekan. Va so'zning oxirida kelganda esa t deyilar ekan. Demak, buni 3 ta nima ekan? Ismi bor ekan. Ch, j, t degan ismlari bor ekan. Yaxshi. Ko'rib chiqadigan bo'lsak, so'zni boshida deb aytgandingiz bo'yi siz ham. Nima dedik? Boshida kelyapti. To'g'ri. Ch va a. Cha. Talaffuz qiling. To'ppa to'g'ri. Cha. Yaxshi. Ikkinchi tovushga, ikkinchi so'zga o'tamiz. Boshida bo'lib kelyapti. P. Ikkinchi tovush. Pa. E'tibor beramiz. Ikkita uli a va i kelyapti. A, i. Nima deymiz? Yaxshi. J. Va i kelyapti. I. Nima deyamiz? Party. Shim degani. Party. Yaxshi. Uchinchi harfga o'tadigan bo'lsak, uchinchi harfingiz uli bilan boshlanyapti. Demak, bu qaysi edi? A. Yaxshi. A harfi. Keyingisi pastdagi tovushingiz nima deyiladi? Chmi? Ach yoki at. Nima deymiz? Ha, to'g'ri. T derdik-a? At deydi. At. Bitta sizga yaxshi narsa aytmoqchiman. Bu yerda aytilmagan, ko'p joylarda, kitoblarda ham aytilmagan bu narsa. Nima? Xuddi biz ham o'zbek ona tilida yozayotgan paytimizda k harfingizni qanaqa yozasiz? Bizga boshida alfabetni qanaqa o'rgatishgan? Ha, mana bunday o'rgatishgan, k-ni yozishni. Lekin biz qanaqa yozamiz? Husn xatimizda? Mana bunaqa? Ha. Ya'ni koreyslarda ham xuddi shunaqa bor. Ya'ni, misol uchun, klaviaturalaringizda ko'rganingizda umuman boshqacha harf va yozilganda esa umuman boshqacha bo'lib ketadi yozilayotganda. Misol uchun, mana shu tovushingiz, mana qaraysiz, notebookingizda yoki telefoningizni klaviaturalarida mana shunaqa yozilgan, to'g'ri? Lekin koreyslar bunaqa yozmaydi. Yozayotgan paytda mana bunaqa yozadi. Tushunarli-a? Mana shunaqa ko'rsangiz, bu qaysi tovush ekan demasdan nima deyishimiz kerak ekan? Ch deyishingiz kerak ekan. Ch. Oddiygina ch harf. Keyingisiga o'tamiz, tayyor bo'lsangiz. Bularni yozib oling. Ayniqsa mana shu tovushni juda ham ko'pchilik adashtiradi. Shuning uchun albatta yaxshilab o'rganib, tushunmaguncha tushunishga harakat qilamiz. Albatta koreys tili unchalik qiyin emas. Chunki shuncha odam o'rganyapti, siz ham o'rgana olasiz albatta. Yaxshi. Keyingi tovushga e'tibor beradigan bo'lsak, keyingi dumaloq nima edi? Ha, uli. Aytgancha, ulilarning oldida ko'rgandik-a buni. Ulilarning oldida ko'rganda nima dedik? Talaffuz bormidi?
Yo'q, albatta talaffuzi yo'q edi, ya'ni o'qilmasdi. O'qilmaydi albatta. Ya'ni mana bunaqa qarang, dumaloq kelyapti va a kelyapti. O'qilyaptimi? Yo'q. A. O'sha bo'yicha a turibdi. Lekin bo'g'inning oxirida, ya'ni so'zning oxirida bo'lib kelgan nima dedik? Nye. Ya'ni qarang, nigi emas, nigi deyishadi ko'pchilik, nigi emas. Endi bizda bunaqa tovush yo'q bo'lganligi uchun nigi deyishadi. Buni mana bu yerda tomog'ingiz mana bu bo'g'indan chiqarishingiz kerak, ya'ni mana bu yerdan tushunarli-a? O'qib ko'ramiz ham. Demak, mana bu yerda o'qiladimi shunda? Bo'ladimi? Yo'q. A deb o'qiladi. Bu yerda o'qilmaydi dedik, to'g'rimi? Demak, pastga kelganda o'qiladi, ya'ni ang. O'sha mana bu chatda ko'pincha yozishayotganda koreyslar bilasiz, unaqa yozishadi. Shunaqa yozuv bor, bu qanaqa o'qiladi nima deb o'ylaysiz? O'ylab ko'ring. To'g'ri. Ya'ni ha. To'g'ri. Ha degani. Nizam. Deysiz, bu ham. Ha. Yaxshi. Keyingi undosh harfga o'tsak bo'ladi. Bu qanday tovush? Ajoyib. Bo'yiga o'xshab ketar ekan, bo'yiga tovushingiz o'xshab ketar ekan. Lekin e'tibor bering, bu dumaloq bo'lgani bilan bu bir-biriga o'xshaydi degani emas, dumalog'i bor, o'xshab ketar ekan degani emas. E'tibor bering. Ustiga mana bunaqa chiziqcha turibdi. Demak, bu umuman boshqa harf degani. Demak, so'zni boshida ko'rgan paytimizda nima deyishimiz kerak ekan? H. Yo, bu ani x emas, koreyslarda x tovush yo'q, h bor. H. O'sha bechora h ham ba'zida yo'q bo'lib ketib qoladi. Qachon yo'q bo'lib ketadi? Ikkita o'liklarning orasiga kelganda, o'sha siz bilgan annyeonghaseyo yoziladi. Aytilayotganda annyeonghaseyo deydi. O'zi h bor, sizga bilinmaydi. Annyeonghaseyo yo'q, annyeonghaseyo. H aytilmaydi. Nega? Ikkita o'liklarning orasida qolib ketgan paytida aytmaysiz. Tushunarli? Yaxshi. Uchinchi tovushi ham bor ekan, ya'ni to'g'ri boshqa nomi ham bor ekan. Nima ekan? Ha, t. So'zni oxirida kelganda t derkansiz. O'qib ko'ramiz ham. Yaxshi. E'tibor bering, boshida kelyapti, so'zni boshida h, a, ha. Talaffuz qiling. Ha, to'g'ri. Keyingisi, ikkinchi harfga o'tamiz. Keyingi harfingiz bu qaysi edi? Hozir boya o'rgandik. Ha, ch, to'g'ri. Ch yoniga uli kelyapti, e'tibor beramiz. I. Hozir nima dedik bu harfni? O'rtada kelyapti. Chiha? Yo'q, chiha demaymiz. Ikkita ulilar orasiga kelsa, chia, ya'ni chia. Qaytaring. Chia. Yer to'la degani. Patval yer to'la, chia. Xo'p, yaxshi. Keyingi tovushga o'tadigan bo'lsak, uchinchi tovush nima dedik? Agar pastda, ya'ni harfning eng oxirgi tovushda kelganda emas, demaysiz, at deysiz. At, at. Talaffuz qiling. At. Sezyapsizmi, nechta t bo'ldi? Sanab boryapsizmi? Ko'payib ketdi, ya'ni pastda kelganda t degan tovushlari bor degan narsalar ko'payapti. Sanab turing. Keyin aytasiz nechta bo'lganini. Sanab chiqyapsizmi? Xo'p. Bular nimaga bunaqa o'qilishini men sizga keyin tushuntirib beraman, keyingi darsingizda, xo'p? Bu juda ham oson. Lekin albatta bularni tovushini yodlashingiz kerak. Bu ko'rganda faqat h emas. To'g'ri, boshda ko'rganda h deysiz, lekin h, t deb yodlashga o'rganing harflarni. H, t. Tushunarli? Yaxshi. Keyingi tovushga o'tadigan bo'lsak, keyingi tovushingiz nimaga o'xshaydi? Ha, shpakat ochayotgan odamga o'xshaydi. Oyog'imni ochaveram. Shpakat ochayotgan odamga o'xshaydi. Bu tovushingiz nima ekan? So'zni boshida kelganda, albatta. So'zni boshida kelganda s derkansiz. Qaytaring. S. Yaxshi. S. Sh degan ismi ham bor ekan, qarang. Sh. Qachon sh o'qilar ekan? Ayrim ulilar bilan kelgan paytida. Ayrim uli degani hamma ulilar bilamiz. Misol uchun siz hozir 10 ta uli ko'rdingiz, to'g'rimi? Sanadingiz, 10 ta. Mana shu 10 ta bilan kelganda sh o'qiladi degani emas. Ayrim belgilangan bor. Mana shu harflar bilan birga kelganda sh o'qiladi. Bularni bugun o'rgana olmaymiz, chunki bugun juda ham sizga og'irlik qilib ketishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotlar bularni keyingi darsingizda bilib olishingiz mumkin. Bularni hozircha sh deb turasiz. Sh. Yaxshi. Sh. Keyingisi, uchinchi nomi nima ekan? T. Sanayapsiz, yana t bo'ldi. Ko'payib ketishdi, t'lar. Ha, bularni tushuntiraman.
Qo'rqmang, tushuntiraman. Hamma narsa tushuntiriladi. Ha, T. To'g'ri, T. Bo'g'ining oxirida kelgan paytida T derkansiz. O'qib ko'ramizmi? Yaxshi. E'tibor bering, so'zni boshida kelyapti. Ta yo'q. S dedik-a, S. Sa. Qaytaring. Sa. Sa. Yaxshi. Sa deyiladi. Keyingisi S va I kelyapti. Mana shu yerda S. G'alati eshitmayaptimi? S. Yo'q. Ayrim belgilangan ulilar bor dedim-a. Ana shu ulilar bilan kelganda aynan mana shu harfingiz ham bor ichida. I, ya'ni S va I birga kelyapti. E'tibor bering. S plus I birga qo'shilganda, demak buni S emas, Sh. S'ni Sh deb ketasiz. Qaytaring. Sh. Yaxshi. Sh. Yaxshi. Uchinchi harfni ko'radigan bo'lsak, ya'ni uchinchi so'zimizni ko'radigan bo'lsak, A va pastda kelayotgan S emas, T. At emas. Iloji boricha mana bu yerdagi uchinchi, ya'ni ikkinchi bo'g'iningizga qattiq urg'u bermang. Koreys tilida mana shunaqa pastda keladigan harflarga qattiq urg'u berishmaydi. At, ut demaydi. At. Qaytaring. At, ut. Tushunarli-a? At, ut. T eshitmaslik kerak iloji boricha. Charchab qolmadingizmi? Bilaman, koreys tilida harflar 40 ta bo'lgani bilan, lekin agar siz yaxshilab harflarni o'rgansangiz, siz so'z yodlashda, mana ko'pchilik mana so'z yodlab esimdan chiqib qolyapti. Nimadan? Harflarni yaxshi o'rganmagandan. Agar siz harflarni yaxshi o'rganadigan bo'lsangiz, sizda koreys tilida kamchiliklar nima bo'ladi? Kamayishni boshlaydi. Albatta, harfga juda qattiq urg'u berish kerak. Misol uchun, men koreysni o'rgangan paytimda iloji boricha harflarni yaxshilab o'rganganman. Mayli bir hafta o'rgangan bo'lsam, bir haftada o'rganganman. Lekin bir haftada bo'lmasa ham nima qilish kerak? Har bitta harfni diqqatlik bilan yodlash kerak. Yaxshi. Endi asosiy qattiq ya'ni umuman olganda undoshlaringiz tugadi. Endi qattiq undoshlarga o'tadigan bo'lsak. Biz endi boya nima o'tgandik deb o'ylaysiz-a? Oddiy undosh, xuddi siz o'zbek tilida tafsir qilayotgan K, N, P misol uchun-a. Endi qattiqlari qanaqa bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Qattiq. O'sha, to'ppa-to'g'ri. Asosan havo bilan chiqarish kerak bo'ladi. Havo qayerdan chiqadi? Burundan? Yo'q, tomoqdan chiqadi. Tomoqdan chiqayotgan paytda nima qilishingiz kerak? Havo bo'lishi kerak. Havo. Asosan men sizga o'rgataman bularning uslubini. E'tibor bering. Mana bu K harfi dedingiz. Boya undosh o'tganda K harfingiz. Taniyapsiz-a? K. Yaxshi. Mana shu K harfingizni oldiga bitta chiziqcha chizilsa, ma'nosi o'zgarib ketar ekan, ya'ni qattiq K galam ketar ekan. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, K. Ya'ni qarang, mana bu yerda K yozib qo'ygan bo'lsam, sizdan K o'qishingiz kerak degani emas. Buni shunchaki qattiqligini bilintirish maqsadida yozilgan. Ya'ni K. Tushunarli-a? Havo bor, sezyapsizmi? K. Xohlasangiz kaftingizni ochasiz, kaftingizni oching. Ha, oching. Aha. Va gapirib ko'ring K harfini. K. Havo deyaptimi? Sezyapsizmi havoni? Ha. Agar havo sezayotgan bo'lsak, demak to'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lasiz. Bu tovushingiz K, ya'ni havo orqali talaffuz qilinadi. O'qib ko'radigan bo'lsak, e'tibor bering. So'zni boshida kelganda ham K ekan, o'rtasida kelsa ham K ekan, oxirida kelsa ham K ekan. Farqi yo'q ekan. Demak, oddiy K'ingizda, misol uchun o'rtada kelganda G dedingiz-ku, to'g'rimi? Demak, bu farqi yo'q ekan. O'rtasi keladimi, oxirida keladimi, har qanaqa joylardami derkansiz, K talaffuz qilar ekansiz. Misol uchun, birinchisi o'qiymiz. Ki. Talaffuz qiling. Ki. Yaxshi. Ikkinchi tovushimizni, ikkinchi harfimizni talaffuz ko'radigan bo'lsak, Ch va O. Mana bu yerda nima harf? O'rtada turibdi. O'zgarmaydi. G bo'lmaydi bu. K talaffuz qilasiz, ya'ni cho'ka. Sezyapsizmi? Cho'ga demayapman. Cho'ka ham demayapman. Qattiqroq talaffuz qilyapman. Ya'ni cho'ka. Yaxshi. Pastda kelgan nima dedik? A, K, ya'ni ak talaffuz qilishingiz kerak. Yaxshi, barakalla. Mana shunday davom etamiz. Ajratib olyapsiz-a? Oddiy tovushlaringizda, demak,
havosiz chiqayotgan bo'lsa, shuncha paytdan beri havosiz talaffuz qildingiz, endi bunda biroz havo bilan chiqarishingiz kerak. H tovushiga yaqinroq. Keyingi tovushga o'tadigan bo'lsak, keyingi undosh harfingiz bu mana bu T harfi deysizda. T. Ha, bunga ham bitta chiziqcha qo'shilishi bilan boshqa ma'noga o'zgarib ketar ekan. Misol uchun T. Boya siz mana buni T degan bo'lsangiz, havo yo'q. T. Bu T. T. Takrorlang. T. Ha, yaxshi. Bu ham so'zni boshida kelsa ham, o'rtasi kelsa ham, oxirida kelsa ham farqi yo'q ekan. T talaffuz qilinar ekan. Xuddi shunday. Demak, buni D degan tovushi yo'q. Eslab qoling. D deyish mumkin emas. O'qib ko'ramizmi? Birinchi tovushingizni. Yaxshi. Birinchi tovushingiz demak, o'qiymiz. Ta. Qaytaring. Ta. Ta. Havo bor. Ta. Sezapsiz-a? Boya misol uchun oddiy tovushda ta degan bo'lsangiz, havo yo'q. Bunda ta. 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 Farqi bor-a? Havo orqali chiqish kerak albatta. Keyingi ikkinchi harfingizni yaxshilab e'tibor bering. Balki bu so'zni bilarsiz. Ha. T bilan boshlanyapti demak, o'qib ko'ramiz. To. Ma. To. Tomato. Tomato. Qaytaring. Tomato. Tomato. Yaxshi. Tanidingiz-a? Tomato. Xo'p, yaxshi. Keyingi tovushingizga e'tibor bering. Boshi A bilan boshlanyapti, uli bilan va pastda nima kelyapti? Mana shu T harfingiz kelyapti. Demak, bu holatida ham nima deyishingiz kerak? At. At talaffuz qilasiz. T tushunarli-a? Ya'ni qattiq talaffuz qilish qiyin emas, chunki havo orqali chiqyapti. Menimcha o'zbek tilida ko'p bizning o'zbek harflarimizda qattiqlik bor-da, qattiq tovushlar bor. Shuni hisobiga biz qattiq tovushlarni hosil qilishga qiynalmaymiz. Bemalol gapira olasiz qattiq tovushlarni. Toshkent deysiz-a? Toshkent. Xuddi shunaqa narsa bu ham. Keyingi tovushga o'tadigan bo'lsak, nimaga o'xshayapti? Nima deb o'ylaysiz? Men misol uchun bu harfingizni rim raqamiga o'xshatdim. 2 rim raqami bor-ku? Ha, to'g'ri. Bu tovushingiz P talaffuz qilinadi, ya'ni bunda ham nima? Havo orqali chiqish kerak, ya'ni qaytaring. P. B emas, P. Havo bor. Havo. So'zni boshida ko'rgan paytingizda P talaffuz qilinar ekan, o'rtasida ham P, so'zning oxirida ham P. Demak, boshladik. Birinchisi qanday? O'qib ko'ring o'zingiz. To'g'ri. A, mana bu A harfi. Pa. Qaytaring. Pa. Yaxshi. Ikkinchi tovushni menimcha siz o'zi o'qib olasiz. O'qib ko'rasizmi? To'g'ri. Aha, K, O, P, I. Qattiqroq talaffuz qiling. Yaxshi. Copy. Qaytaring. Copy. Copy emas, copy. Yo'q. Copy. O'xshadi? Yaxshi. Keyingi tovushingiz A harfi va pastda kelyapti. Bu nima deymiz? P. Up. Talaffuz qilmang. Aytganimdek, hech qachon koreyslar mana bu pastdagi harfga qattiq urg'u berishmaydi. Up, o't emas, up. Yaxshi, o'xshayapti. Ha, mana shularni albatta talaffuzlarga ham ahamiyat bering. Videoni ko'rib, to'xtatib turib albatta pauza qo'yib nima qilishingiz kerak? Qaytarishingiz kerak orqamdan. Har doim shunday qiling. Har bitta videoni ko'rayotgan paytingizda shunchaki ko'rmang. Albatta ovoz ham bo'lsin, yozish ham bo'lsin. Albatta ikkalasini birdaniga bajarsangiz juda ham effektli bo'ladi hammasi. Yaxshi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingi tovushingiz nimaga o'xshaydi? Men misol uchun boya o'tgan harfimizga o'xshatdim. Boya mana bu o'tgandagi Ch harfingizni. Demak, bu harfni yozilishini ahamiyat bering. Biroz qiyinga o'xshayapti. Misol uchun men qiyin deb o'yladim bu ko'rinishligini. Bu klaviaturingizga qarang. Mana shu harfni ko'rasiz. Lekin koreyslar bunaqa yozmaydi. Nima qiladi? Boshqacha yozilishi bor. Ya'ni bosmada yozayotgan paytimizda biroz boshqacharoq yozamiz. Ya'ni shapka qo'yib qo'yasiz ustiga. Xohlasangiz bunaqa shapka qo'ying, xohlasangiz tepasiga bunaqasiga qo'ying, xohlasangiz farqi yo'q. Bular hammasi ch talaffuz qilinadi. Xuddi siz choynak deyotgan paytingizdagi ch harfiga o'xshaydi. Qattiqroq talaffuz qilasiz. Ch. Qaytaring. Ch. Yaxshi. Demak, so'zni boshida ko'rgan paytingizda ch.
O'rtasida ko'rgan paytingizda ham nima ekan? Ch deyishingiz kerak ekan. Lekin bu tovushni ikkinchi ma'nosi t ekan. Ya'ni qattiqroq talaffuz qilish shart emas buni. Shunchaki t. O'qib ko'ramiz. Misol uchun, birinchi tovushingiz qanday? Ha, qattiqroq talaffuz qiling. Cha. Qaytaring. Cha. Oddiy tovushni, ya'ni oddiy ch bilan yozgan paytingizda bunaqa chiqmaydi. Misol uchun qarang. Cha. 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 Farqi bor. Demak, ikkinchi o'qib ko'ramiz ikkinchisini. O'qing. K, ha, k, i o'rtada kelyapti. O'zgaradimi? Yo'q, o'zgarmaydi. Ya'ni ki, cha. Ki, cha. Kicha. Qaytaring. Kicha. Yaxshi, barakalla. Va oxirgisi e'tibor beramiz. Pastda kelyapti. Buni nima deymiz? Ach. Yo'q, achmas. Buni nima deymiz? T deyishimiz kerak, ya'ni at. Qaytaring. At. Yaxshi. At. Mana shunaqa. Barakalla. Qiyinmasa, albatta qattiq harflarni talaffuz qilish osonroq. Agar bularni yozib olayotgan bo'lsangiz, barakalla, yozishdan to'xtamang, charchamang. Keyingi tovushga o'tadigan bo'lsak, keyingisi qo'sh undoshlilar. Boya siz oddiylarni o'rgangan bo'lsangiz, boyaroq nima qildik? Qattiqroqni o'rgandik. Demak, bu 3-guruhga kiradi, ya'ni qo'sh undoshlar. Nima degani qo'sh undosh? Qo'shilgan undosh, ya'ni xuddi bizda ikkita k bo'lib ketadi-yu, shunaqa so'zlarimiz bor, k. Bunda ham koreyslarda ham xuddi shunaqa tovushlar bor ekan. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, buni bitta tovushini siz k dedingiz, to'g'rimi? Agar bunga yana bitta qo'shilsa nima bo'lar ekan? Bu ham k bo'ladi. Shunda kk yo'q, kk degan tovush yo'q. Buni asosan nafasni ushlab turib chiqarish kerak. Yana qarang. Qo'shindoshlarda shunaqa qoida bor. Bir nafas, ya'ni jaranglatib chiqadi. Jaranglaydigan tovushlarimiz bor bizda ham. Ha, k qilib misol uchun, ya'ni bitta nafasda chiqarishimiz kerak. Misol uchun, nafas olamiz. Ushlab turgan holatda shu tovushni talaffuz qilamiz, ya'ni k talaffuz qiling. K jaranglash kerak, albatta. K. So'zni boshida ko'rganda k deyishingiz kerak ekan. O'rtasida ko'rgan paytingizda ham k deyishingiz kerak ekan. Oxirida ko'rganingizda ham k deyishingiz kerak ekan. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, so'zni boshida aytib ko'ring. Ka. Jaranglatib. Ka emas, havo chiqmasin. Iloji boricha havo chiqmasin, e'tibor bering. Ka. Ka. Yaxshi. Ikkinchi tovushni, ikkinchi harfni o'qib ko'ramiz. A, k, a. Birga qo'shamiz. Akka. Akka. Yaxshi, jaranglayapti. K. Keyingisi pastga kelyapti. Pastga kelsa ham buni endi ak deyish shart emas, shunchaki ak desangiz bo'ldi. Chunki aytganimdek, pastdagi tovushlarga unaqa qattiq e'tibor berilmaydi, ya'ni qattiq urg'u berilmaydi koreys tilida, albatta. Ak deyish shart emas, ak shunchaki. Tushunyapsiz-a? Qo'shindoshlar qiyin emas, shunchaki jarang tasavvur qiling, siz jarangli tovushlarni talaffuz qilyapsiz. Xuddi qo'ng'iroqqa o'xshab chiqish kerak, jaranglab. Albatta. Xo'p, keyingi tovushimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi undosh harfingiz nima ekan? T edi, T. Bunga yana t qo'shilyapti. Shunda buni ham t emas, t emas. Buni ham bitta havoda ushlab turib t. Qaytaring. T. Albatta, t talaffuz qilinadi, ya'ni jaranglabroq chiqish kerak. Demak, birga o'qib ko'radigan bo'lsak, so'zni boshida kelganda nima dedik? Ta. Qaytaring. Ta. Ta. Albatta. So'zni o'rtasiga kelganda ham nima ekan? T ekan. O'zgarmas ekan. Bemalol talaffuz qilamiz. O'zingizni jaranglayotgan tovushdek. Itta. 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 Albatta, ida emas, ita emas, itta. Itta talaffuz qilinadi. Qiynmasa, misol uchun menga jarangli tovushlar juda ham yoqadi, chunki talaffuz qilish o'zgacha. Keyingi jarangli tovushlarga o'tadigan bo'lsak, keyingisi ikkita p tovushlaringiz. P yo'q, buni p demaysiz. Buni ham jaranglab talaffuz qilishingiz kerak. So'zni boshida ko'rganingizda ham, o'rtasida ko'rganingizda ham farqi yo'q. Misol uchun yozib ko'raman, siz o'qib turingizcha. To'g'ri. P A N. Talaffuz qiling. Pang. Pangmas. Pang. Bunda asosan bilasizmi, lablar orqali chiqadi.
lablarda hech qanday havo bo'lmasligi kerak. Shunchaki labni o'zidan urishtirib bir-biriga nima qilish kerak? Labni o'zidan chiqarish kerak. Misol uchun aha. Bam. Talaffuz qiling. Bam. Yaxshi. Ikkinchi tovushga o'tadigan bo'lsak, keyingisi a, ikkita b va a. Appa. Ha, yaxshi. Ya'ni seriallardagi o'sha appa, uppa degan so'zingiz. To'g'ri. Appa, uppa. Yaxshi. Qiymasa, lablar orqali chiqsa, yana ham tabiiyroq chiqadi. Agar havo chiqadigan bo'lsa, bu tovush biroz mana bu siz boya o'rgangan qattiq pga o'xshab qolishi mumkin. Appa, appa, appa degani og'riyapman degani. Ko'ryapsiz-a? Bitta uje boshqa harf bo'lib ketyapti. Nimaga? Siz noto'g'ri talaffuz qilyapsiz chunki. E'tibor bering. Talaffuz koreys tilida eng muhimi hisoblanadi. Yaxshi, barakalla. Charchadingiz-a? Ozgina qoldi, chidab turamiz. Biroz. Charchamadingizmi? Xo'p, yaxshi. Demak, bu tovushingiz boya o'rgangandingiz. S tovushi, ikkita s. Buni ham s emas, jaranglab, nima deymiz? To'g'ri. S talaffuz qilasiz. S. Misol uchun so'zni boshida ko'rganingizda s, ayrim unli harflar bilan kelganda esa sh, ya'ni sh emas, sh deb talaffuz qilasiz. So'zni oxirida bo'lsa t talaffuz qilishingiz kerak ekan. Misol uchun qarang. So'zni boshida kelganda ikkita s, ya'ni sa, d, a. Talaffuz qiling. Sada. Sada emas. Sada. Balandroq. Sada. Yaxshi. Sada. Keyingisi. Ikkinchi harfingizga o'tyapmiz. Keyingi tovushingiz a, j. Esingizda ikkita unlilarning orasida ch emas bu. Ikkita unlilarni ko'rganimizda o'rtasida j deyishingiz kerak edi. A, j, o. Ikkita s ko'ryapsizmi deyishingiz kerak? To'g'ri. S, ya'ni lekin bu s bo'la olmaydi. Nima dedik? Ha, ya'ni s harfingizni oldidan mana bunaqa dumol, ya'ni tik turgan unli harf kelganda i deyishingiz kerak, ya'ni shi. S emas. Shi. Qaytaramiz. Ajoshi. Ajoshi deyishadi kinolarda. Ajoshi, xuddi shu. Ajoshi, amaki. Yaxshi. Va oxirgisi e'tibor beramiz. A pastdan kelyapti, ikkita t harfingiz. At deyish shart emas buni. Shunchaki at deysiz bo'ldi. Juda ham oson. Tushunarli-a? S, sh, t. Xo'sh. Charchamadingizmi? 계속 하겠습니다. davom etamiz. Keyingi tovushingiz ch harfingiz. Bu eng oxirgi undosh harfingiz. E'tibor beramiz. Xohlasangiz bunaqa yozing, xohlasangiz bunaqa. Men bunaqa yozyapman sizni. Ya'ni boshqa payt ko'rgan paytingizda yaxshi tushunib olishingiz uchun. Demak, ch tovushlaringiz ikkalasi bir kelganda ch emas, jaranglab. Ya'ni ch va j ni o'rtasida bo'lishi kerak. Ch emas yoki bo'lmasam j emas. O'rtasida talaffuz qilasiz, ya'ni ch. Tushunarli-a? So'zni boshida ko'rgan paytimizda nima ekan? Ch talaffuz qilar ekansiz. O'rtasida ko'rgan paytingizda ham ch talaffuz qilishingiz kerak ekan. Qaytaramiz. Mana bu tovushlarni birga mashq qilamiz. Albatta. Ch, a, d, a. Ch, a, d, a. Ya'ni chada. Qaytaring. Chada. Chada emas, chada. Chada. Yaxshi. Keyingisi k, a. Taniyapsiz-a? K, a, j, a. O'qib ko'ring o'zingiz. Albatta. Katta. Katta emas, katta. Katta. Soxta degani. Xo'p, katta. Pullarga nisbatan ham ishlatish mumkin. Soxta pul albatta. Agar sizga hammasi tushunarli bo'layotgan bo'lsa, nima deysiz? Birga mashq qilib ko'ramizmi? Ya'ni qanchalik tushunyapsiz? Ha, albatta. Mashq qilib ko'radigan bo'lsak, birinchi tovush mana bu qaysi undosh harf? Albatta, bu harfingiz k tovush. Ikkinchisi nima? To'g'ri, qattiq k edi, to'g'ri? K, ya'ni k. Uchinchi tovush nima? Ikkita k tovushlaringiz, ya'ni k. Uchalasini farqlab ko'ramizmi? Nima deysiz? Birinchisini eshitamiz, birinchisini farqlab ko'rmoqchiman. Demak, k, ikkinchisi
k, uchinchisi k. Siz ham birga qiling men bilan. Birga. K, k. Aha. Birinchisi demak k, ikkinchisi k, uchinchisi k. Birgalikda k, k, k. K, k, k. Albatta. Barakallah. Yaxshi. Qiynmasa, albatta bularni mashq qiling. Nafaqat bu k-larni, ya'ni shunaqa bir-biriga o'xshaydigan tovushlarni siz ham daftaringizga yozingda. Nima qilamiz? Qaytaramiz. Bularni nimaga yaxshi? Agar siz mana shunaqa harflarni, ya'ni o'xshash tovushlarni bir-biridan ajratib olsangiz, sizda eng yaxshi talaffuz bo'yicha chempion chiqishi mumkin. Albatta, hazil. Xo'p, demak, qarang. Birinchisi bularni ullilar bilan o'qib ko'radigan bo'lsak, birinchi tovushingiz k tovushi va yoniga ulli a harfi kelyapti. Birga o'qib ko'ramiz. K, a, ka, qa. Yaxshi. Qattiq undoshning oldiga a harfi kelyapti. Qanday o'qamiz? Qanday o'qiymiz? K va a birga kelyapti. Qanday o'qiymiz? Albatta ka. Ka aytgandik, havo bilan chiqadi. Ka, ka. Yaxshi. Keyingi tovushingiz ikkita k tovushlaringiz qanday o'qiladi? K. Aha. Ka. Demak, birinchisini o'qib ko'raman, eshitamiz. Ka, ikkinchisi ka, uchinchisi ka. Birgalikda ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Oson. Albatta buni siz ham kuniga 5-6 marta bularni takrorlab yuradigan bo'lsak, bu narsa sizga ancha esingizda qolib ketadi. Bu bo'yicha hozircha shular. Mana shu birinchi darsingiz hisoblanadi. Bu darsingizdan keyin har doim bo'ladi. Siz uchun testlar beriladi. Albatta videoning tagida testlar bor. Bularni ishlashingiz shart. Agar bu testlarni siz ishlamasangiz, keyingi videoni ko'ra olmasligingiz mumkin. Albatta qandaydir savollar bo'lsa, albatta adminimizga murojaat qilishingiz mumkin. Siz bilan Dina Karim bo'ldi. Keyingi darslarimizda siz undoshning, ya'ni unli shakli. Biz undoshlarni tugatdik, to'g'ri? Ha. Undoshlardan keyin, ya'ni diftonlaringizni o'tamiz. Keyingi videoni albatta kuting.